Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Samarqand shahar mikrorayon Arkani oldida eshigi ikkita do'konimiz sotuvga chiqdi. Bizdan ko'pchilik so'radi, faqat kvartira, hovlini chiqarasizmi, do'kondan ham bormi degan obunachilarimiz uchun. Ko'rib turganingizdek, do'kon birinchi eshik va ikkinchi eshik, eshigi ikkita, ko'chani bo'yida joylashgan. Ko'rib turganingizdek. Narxi $75,000. Samarqand shahar mikrorayon Arkani oldida joylashgan aziz obunachilar. Bu tomon hojatxona qismi, yana bitta xonamiz mana ko'rishingiz mumkin aziz obunachilar. Bu tomonda esa oshxona, kuxnyasi, mebel jihozlar bilan jihozlangan aziz YouTube kuzatuvchilar, mana ko'rib turganingizdek kerakli jihozlar bilan jihozlangan. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomeri yozib qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Samarqand shahar mikrorayon Arkani oldida, narxi $75,000, saldosi bor. Ko'chani bo'yida joylashgan. Aziz obunachilarimiz, kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Bizni kuzatib boring. Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday do'konlarni ham sotuvga chiqaryapmiz. Kimda kim uyini, kvartirasini, do'konni sotmoqchi bo'lsa, ekranda telefon nomeri yozib qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Men shaxsan o'zim borib, mana shunday video qilib reklama xizmatlarimiz ham bor. Bizni kuzatib boring, kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Ko'rib turganingizdek, Samarqand shahar mikrorayon Modar restorani orqasida 3 sotiqlik hovlimiz sotuvga chiqdi. Sayfullo TV sizlar uchun 3 sotiqli hovlini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, to'g'riligimizda yangi qurib bitkazilgan uy xonalari. Narxi $100,000 saldosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomeri yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday mikrorayonda ham hovlimizni, 3 sotiqlik hovlimizni sotuvga chiqardik. Narxi $100,000 saldosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomeri yozib qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Sayfullo TV ga murojaat qiling, mana shunday shinamgina uylarni chiqaraveramiz. Bizni kuzatib boring, kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Sartepo tomonda 4 sotiqli hovlimiz sotuvga chiqdi. Bu yer bo'ladi kirish qismi, darvozaxonadan kirganda ko'rib turganingizdek hovlimizni ko'rinishi. Narxi $120,000 saldosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Sayfullo TV sizlar uchun ko'rib turganingizdek mana shu zeleniy zonasi, bu tomonda oshxonasi joylashgan. Narxi $120,000 saldosi bor aziz obunachilar. Uyning ichida xonalari bor, 2-3 ta xonasi bor. Ko'rinib turganingizdek. Manzil Samarqand shahar Sartepoda joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatib boring, kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. 4 sotiqli yer maydonda mana shunday qurilgan hovlimiz sotuvga chiqyapti. Narxi $120,000 saldosi bor aziz obunachilarimiz. Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday hovlilarni sotuvga olib chiqaryapmiz. Bizni kuzatib boring, kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring.